Hamma joyda Xitoy boykot. Bu qanchalik xavfli yoki o'rinli? Umuman O'zbekistonning Xitoy bilan hamkorligi bu yaxshilikkami yoki yomonlikkami? Keling bir ko'rib chiqamiz. Bugun Xitoy butun dunyo iqtisodiyotida o'zining investitsiyasi bilan alohida o'ringa ega bo'lmoqda. 150 dan ortiq mamlakatda 1 trillion dollardan ortiq bo'lgan strategik obyektlarga investitsiya kiritish orqali bir makon bir yo'l loyihasi dunyoning eng katta investitsion loyihalaridan biriga aylandi. Xohlaymizmi yo'qmi, dunyo bozorida bir qismi bo'lgan O'zbekistonga ham Xitoy kirib keladi. Faqat bu joyda yutgan va yutqizgan mamlakatlar tajribasini yaxshi o'rganib, to'g'ri xulosa chiqarishni muhim deb hisoblaymiz. Muvaffaqiyatli modellardan biri bu Vyetnam tajribasi. Vyetnam tez rivojlanayotgan Osiyo yo'lbarslaridan biriga aylandi. 2012-2023 yillar davomida bu mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 2 barobarga oshdi. Sabab Xitoy investitsiyalarini to'g'ri yo'naltira olganligi. Vyetnam modeli asosida Xitoy investitsiyalari asosan ishlab chiqarish sektoriga yo'naltirildi. Mahalliy kompaniyalar bilan qo'shma korxonalar tuzildi. Bu esa texnologiya transferini ta'minlab berdi. Natijada Vyetnam eksport hajmi keskin oshishiga erishdi. Vyetnam Xitoyning investitsiyalarini jalb qilish bilan birga milliy ishlab chiqarishni himoya qildi va bu ikki tomonlama strategiya iqtisodiy mo'jizasini yaratdi, deydi Hanyoy iqtisodiy tahlil markazining direktori Yuhan Van Min. Singapur ham Xitoy bilan hamkorlikni yuqori texnologiyalarga asoslanadigan ijobiy modellardan biri sanaladi. Bu shahar davlat Xitoy bilan birgalikda ilmiy tadqiqot markazlari va innovatsion hublarni yaratdi. Singapur ta'lim tizimida katta e'tibor qaratildi. Singapur va Xitoy universitetlari o'rtasida keng ko'lamli hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi. Bu esa mahalliy mutaxassislar tomonidan yaxshi mutaxassis tayyorlash tizimini yo'lga qo'yilishiga erishildi. Tabiiyki, salbiy bo'lgan modellar ham yo'q emas. Masalan, bu Shri Lanka. Shri Lanka Xitoy kreditlarini nazorat qilmaslik oqibatida qarzga botib qoldi. Oqibatda Shri Lankaning strategik Hambantota porti 99 yilga Xitoyga ijaraga berildi. Biz infratuzilma uchun juda ko'p qarz oldik, lekin bu infratuzilma qarzni qaytarish uchun yetarli daromad keltirmadi, deydi Colombo universiteti professori Rajapaksa. Keyingi muvaffaqiyatsizlikka uchragan model bu Kambodja modeli. Kambodja tajribasi ko'chmas mulk sohasidagi xatarlarni ko'rsatdi. Bir qator shaharlar xitoyliklar ko'chmas mulkni ommaviy ravishda sotib olinishi bilan boshlandi. Natijada narxlar keskin oshib ketdi. Mahalliy aholi uy-joylardan chiqib ketishgacha majbur bo'ldi. Shaharning infrastrukturasi keskin urbanizatsiyaga bardosh bera olmadi. Kommunal xizmatlar, yo'llar va boshqa infratuzilma tizimlarida muammolar paydo bo'ldi. O'zbekiston uchun investitsiya hamkorligining strategiyasi, imkoniyatlar va xatarlar. Biz nimalarga urg'u berishimiz kerak? Fikrimcha, Xitoy bilan hamkorlikda biz birinchidan yuqori texnologiyali sektorga urg'u berishimiz kerak. IT, kibernetika, texnologiya, farmatsevtika va shu kabi yashil iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan sohalarga investitsiya kiritishimiz kerak. Ikkinchidan, mahalliy ishchilar uchun himoya qobillarini yaratish. Dunyoning ko'p mamlakatlari, xususan Birlashgan Arab Amirliklarida agar siz biznes ochmoqchi bo'lsangiz, albatta sherik qilib bitta arabni olishga majbursiz. Bu kabi qoidalar dunyoning ko'plab davlatlarida mavjud. Biz ham albatta xitoylik hamkor bilan birgalikda o'zbekni teng miqdorda ishlashini va korxonalarda o'zbek ishchilarining muayyan soni bo'lishiga doir muhim bir qadamni qo'yishimiz lozim. Bu nafaqat texnologiyalar transferini, balki bizni ishchilarimizda ham yuqori malakali mutaxassisga aylanish imkoniyatini beradi. Yer va ko'chmas mulk bozorida alohida qoidalar yaratish. Biz nafaqat xitoyliklarga, balki umuman chet elliklarga yerni sotmasligimiz lozim. Balki buni uzoq muddatli ijaraga berish mexanizmini joriy qilish taklif qilinadi. O'zbekiston uchun Xitoy kreditlarini qat'iy monitoringini amalga oshiriladigan kengash tuzilishi va har chorakda mazkur kengash ochiq va shaffof tarzda o'z faoliyatiga doir munosabatlarni ko'rsatib borishi lozim. Diversifikatsiya yaxshi himoya. Shu uchun biz har bir davlatdan olinadigan qarzni umumiy qarzimizni 30% dan oshirmagan miqdorda cheklovlarni o'rnatishimiz kerak. Shuningdek, investitsiyalarni faqat Xitoy emas, balki turli davlatlardan jalb qilish lozim. Har bir mamlakat, xususan Xitoy investitsiyasi ham O'zbekiston uchun muhim. Faqat biz undan oqilona foydalansak, men o'ylaymanki barchamiz uchun manfaatli bo'ladi. Salomat bo'ling.